Hammaga assalomu alaykum, xayrli onlar. Welcome to my YouTube channel. Barcha videolarim ingliz tilida bo'lgani uchun bu videoni o'zbek tilida chiqarishga qaror qildim. Auditoriyamni ham ko'rgan edim. Asosan O'zbekistondan kuzatishayotgan ekan. Biz oyimlar bilan Toshkentda paytimiz Islom sivilizatsiya markaziga bordik. Undan oldin juda ko'p joylarga bordik, lekin ularni videoga qo'shib So in iloji the end of bo'lmadi. our trip, we decided to come to Islamic Civilization Center, if I translate it correctly. And this is where I am. It's so beautiful. And we saw some interesting pictures. This is not something I guess. You see? It's sculptured, not just painted. Of course, my mom is also filming. I don't know what she's filming. She's filming me filming. It's not bulbul. Now I'm feeling like I came to the oldest version of Tashkent. It's, I think, the kind of open air museum of Eski Shahar, which is the it's called Eski Shahar, and the historical part of real Tashkent. Initially, Tashkent was only consist of I think 7 gates or 12 gates. I can't remember the exact number, but Tashkent was kind of small city with several gates, and this part is later called Eski Shahar. Other parts, I think, was called not Tashkent. They used to have different names in the past. First of all, I think I have to learn the history of Tashkent before making such content. Anyway, look at. Odatda boradigan joylarimni oldindan YouTube'da tomosha qilib qo'ymayman. Borganda juda ham excitement baland bo'lishi uchun. Interesting flowers. It's much like the construction which I showed in my previous video, Imam al-Bukhari. This one is Islamic Civilization Center. Wow, stunning. And my official trip for my YouTube channel. Boshida odam kamligini ko'rib, ob-havoga qarab, bugun juda kam odam kelar ekanda, maza qilib aylanib ketar ekanmiz deb o'ylagan edim. Chorani xom sanagan ekanman. Chap tarafdan kirilar ekan va muzeyga juda ko'p odam kelgandi. Mana bu soyabonlar esa adashmasam Arabistondan keltirilgan va juda ham qimmat turadi. I consider myself a lucky person since there are very few people here, and it's a great chance to make a great video. Unfortunately, I'm not a video creator yet. However,
it will be easier to film when there are few people. And I saw some umbrellas. I think they were taken from BAA. I think in Medina as well there are such umbrellas. I think I was wrong here. There are some people. I think we cannot come into this museum since the tickets are being sold only for 5 o'clock. And we have to be in the train station at 7 o'clock. This time I think we just watch from outside. Maybe next time we will see it from inside. I will show you someday. Biletlar 2 soat oldin sotilayotganini bilganimdan keyin kirmaslikka qaror qilgandik. Lekin o'tirib shuncha yo'ldan borib nahotki ichkariga kirmay ketaman dedim-da, bilet olib oldim. So we took our headphones. Here I guess our guides will tell about the things we're watching. Of course I chose English and my mom as well. She doesn't understand English. I'm gonna translate it. Keyin bilsak, biz juda ham omadli ekanmiz va juda katta delegatsiya bilan bir kunga tushib qolibmiz. Delegation. Biz ingliz tilidagi paketni oldik, chunki o'zbeklar kirishiga hali ancha vaqt bor ekan. To'g'risini aytsam, mana shu xona menga unchalik ham yoqmadi. Qanaqadir churchga o'xshaydimi? Grubiy kadrdan ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli, lekin qanaqadir g'alati. Islom sivilizatsiya markazi deyishsa, men nimagadir ham faqat islom diniga atalgan narsalar bu yoqda bor deb o'ylagan edim. Vaholanki bu tarixiy muzey bo'lib, O'rta Osiyo hududida ilk odam paydo bo'lgandan har xil diniy o'sha ishonch deymizmi, ingliz tilida beliefs, superstitions deyiladi. Har qanaqa diniy ko'nikmalar, dinlar, ishonchlar paydo bo'lgandan biri islomgacha xullas nima sodir bo'lgan bo'lsa, hammasi haqida muzey ekan bu. Tarixiy muzey ekan. Prям juda ko'p biz eksponatlarni ko'rdik. Islom diniga kelguncha ham zerikib ketdik boru. Muzeyda hayotimda o'zi bir marta bo'lganman. Ayrim joylari wow, chakaga tushib qoladi, to'kilib qoladi. Ayrim joylar обычный muzey, lekin oxirgi so'nggi texnologiyalar bilan jihozlanganini ko'rib, to'g'risi faxrlandim. Oxirida chiqayotganimizda bizga bu muzey Guinnessning rekordlar kitobiga kirgizilganini aytishdi. To'g'risi hayron qoldik. Bu yerda Avesta haqida gap ketyapti. Keyin paxtani ko'rib qoldim. Paxtani videoga olmaslik impossible edi. Oldin rosa chiroyli ko'rinayotgan edi. Muzey xodimlari va gidlariga to'g'risi qoyil qoldim, chunki detalni hamma narsani tushuntirib berishdi. Well, if you come closer, look. If you come closer, they start to play. It is the historical version of Tashkent, which was called Church. Meni eng hayron qoldirgan xona mana shu bo'ldi. Qanaqadir gologramma bor ekan bu yerda. O'sha ipak paydo bo'lishi
ipak paydo bo'lgan davrdagi odamlar qanaqa yashagani ko'rsatilgan. Kirganda to'g'risi boshim aylandi. Judayam balans saqlash qiyin bo'ldi. Shuning uchun buni o'tirib olib tomosha qildim. Wow. It's a little hard to keep balance here because of the lights. Va nihoyat bizani o'sha Islom sivilizatsiya markazini katta islomik renessans qismiga olib kirishdi. Muzey juda ham katta. Bizga boshida 2 soat indamay kirib ketasizlar deganda hayron qolgandim. Xohlagan paytim chiqib ketaman deb o'ylagan edim. Yo'q, adashgan ekanman. Kirgandan keyin chiqqisi kelmaydi ekan. Vobshe chiroyli. Mana bu xonani videoga olaman deganimda no camera man deb qolishdi. Mana bu o'sha men kutgan imij edi. Haybatliroq bo'ladi deb o'ylagan edim. Mayli. Juda ham yoqdi, juda ham chiroyli. Kelasi safar inshaalloh haqiqiysini oldida video olish nasib qilsin deb qalbimga niyat qilib tugib qo'ydim. Bu original ekan. Muzeyning eng hurmatga sazovor qismi juda ko'p eksponatlari ajoyib holatda saqlangan va original ekanligini bizga aytishdi. Men to'g'risi maza qilib aylandim. Keyin Amur Temur davlatiga yetib keldik. Davriga. Amur Temur imperiyasi O'rta Osiyo hududidagi eng katta davlat bo'lgan. Mana bu xaritasi ko'rib turganingizdek. Bu Amur Temurning sevimli rafiqasi Bibi xonimning ko'ylaklaridan biri ekan. 8 ta xizmatchisi ko'tarib yurgan ekan etagini. Tasavvur qilyapsizmi, qanchalik og'ir bo'lgan? Bu nimaligini o'zim ham tushunmadim to'g'risi. Muzeydagi aksariyat eksponatlarni tushunmadim. Charchagan edim, biroz tomosha qilib qo'ya qoldim. Taqinchoqlarning oldidan shunchaki o'tib ketishning iloji yo'q. Albatta videoga olish yoki rasmga olish yoki hech bo'lmaganda tegib ko'rish kerak bo'ladi. Va bizani Qur'on muzeyiga olib kirishdi. Bu yerda o'sha mashhur Usmon radhiyallohu anhu o'qib turgan Qur'on kitobi saqlanar ekan, originali. Ma'lumot o'rnida Usmon radhiyallohu anhu shahid ketayotganlarida shu Qur'on kitobini o'qiyotgan bo'lganlar. Va ushbu Qur'on kitobida qon tomchilari hozirgacha saqlanib turishi haqida bizga aytishdi. Bu xonaga kirganda to'g'risi chiqqim kelmadi. Sizlarga ham kelishlaringizni, ko'rishlaringizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Sarflagan umringizga ham, vaqtingizga ham umuman achinmaysiz. Mana shu xona qanaqadir meni o'ziga juda ham tortdi. Kirganimizda bizga Qur'on oyatlaridan o'y berishdi. Juda ham chiroyli manzara. Videoni qo'llab-quvvatlash maqsadida like, komment bilan meni siylasalar xursand bo'lgan bo'lardim. Bu menga keyingi ishlarimga qanaqadir ilhom beradi. Thanks for watching. E'tiboringiz uchun rahmat.